Şinjan Şahla Xalqaro savdo cheklanish shirkati tojdorligidagi To'xtama to'xti filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mezlik bir havatqini naning atirki desam, asli Shahla chash doktor ekanda. Bu filmni tövendeki o'rinlama alaydi qo'lidi. Qutyar Xalqaro savdo cheklanish shirkati Qutyar yurish ichimliklari. Ma film haftada birli qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro savdo cheklanish shirkati ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yab hamroh har doim. Parvish Shahla chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahla chash doktori chash attir javhari. Shahla. Sözlerimge işen kılmaz ben hiç kimle santan bir sana köyüp çinde de söyüp Bilmedim sebebi bilmedim ben Utanmedim könlümü utanmedim ben Hakkım könlüm utanmedim To'xtama to'xti filmi har shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama to'xti. To'xtama to'xti filmini eng suzuk altını ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ikkilik kortni skanerlab Subat Abdidalning eng yangi nusxasini tushiring. Meni idoradan bir ish kaptidek bu komandir uchirdigan o'xshaydi. U men tunji qizoftim bo'ldi. Men sana alemçe söydüğünü versem sen yana Şunun bilan bu ish kapti jarayoni mushunchalar o'zgarib ketdi ama. Hamma terg'amao. Ya men nima qildim u? O'zini sinus qilgan shu. Kichik olman tan haqni chiqib arishib ishlaydigan ekan. O'zingni ko'ring. Bo'ldi. Endi shu bo'ldigan ishlar bu popdi. Sodiqning toz ko'ngli yerim bo'lganda vaqtchana. Biz obdaroq tasalli berib qo'yilgan menimcha. Chiqib gap so'zga sal diqqat qildingmi kelgan vaqtida? Sinat bo'lsin. Tasalli berishning jarayonida men Arzudiyan qizning ismini chiqib sanmam. Ya'ni esiga pas ko'ngli yerim bo'ldi. Tasalli berganda agitib gapni. Bildim ama. Şu an agitdan la. Kel. Kira. Oxir kelding ay. Shunday uzun. Sakolda chiqib qoldim. Ko'ng kelganda meni. Keldi. Biraz buyurdim ama qo'sim yema ochdi meniki. Sen saqlash. O nima bo'ldi? Tashodmi? Arzudiyan qiz ulab ko'ngli yerim qilma. Mushma agitib deginam. Pek tuzib ketdimi ha? Pek tuzib ketdi. Bu Sodiq degan do'stimiz tursa. Voy, bu ikkisi bir-birini ko'ngligini olaylar ekan. Nima olaylar ekan-da? Mushundan tuzdamsa, ahvol so'raydim, onadagi demamsa. Ma'qul. Tamam edingmi? Ya. Amsa Arzudiyan qiz ulab ko'ngli yerim qilma. Men o'ylab qoldim shu. Hozirgacha sen bilan biz qandan bir aloqaga bo'lib o'tayotganimiz. Bu sen nima demoqchisizlar? Sodiq. Voy, ish kaptining yoqi men bo'lgan ishlarni bilan ko'rib anladim. Shu endi hammamiz ketdik ekanmiz. Ko'nglimni yerim qilmay Voy, bo'ldi qilayman, ish qana ish bo'lmadi. Qo'soq ochdi, bu narsa chaqirilib, kim iymon qildi bugan? Sodiq. Bundaq etishmoq qilib kirib olsang biz shu texmi ansirab qolganmiz sendan. Rahmat sizlarniki ko'ngil bo'lganlarga. Mana shu qanday shumdi? Shu oyatlik shunda ojiz bo'ldi ekan. Ba'zida
Biz tayyorliqsizdan yaqinlarimizni aylanib qoldik ekanmiz. Nima bo'lganini o'zimiz bilmay qoldik ekanmiz. Hamda orzulashib kelsak, men uning hayotligining eng oxirgi mazgillarida uning shu orzularini amalga oshirganimga men xush. O'zimga o'zgarmaydigan hech qanday ish qilmadim. Hamda ketganlarning keyindan ko'nglimizni yarim quyicha atrofimizdagilarni bakir qadrlashimiz lozim ekan biz. Shunami? Shunaqa kim iymon qilgan bo'ldi? Nima qilsin? Men nima deb iymon qilaman? Biroq taqpasan nima bo'pti? Ajab, hozirgi kelgich bu sening bir haqiqatda iymon qilganini ko'rib baxtimda. Sen qilsan nima bo'pti? Qalanda tutsa? Mush menda bir faxrlanadigan ish bor. Hey, bo'ldi. Men nima qilaman? Hey. Yo'q, nima Voy, o'tir. Ma'qul. Nima deb men iymon qilganman? Nega sen boshlab kelding-ku? Ha, shu men boshlab kelgandek, sizlar iymon qilmaysizlar. Hamish sen terding-ku. Bu ishlar bilan mening aloqam yo'q. U o'zining sonlisi qilg'ashlar, u sen iymon qilsan to'g'ri yo'ldasizlar. Sen yeng kelding. Voy, men yenkaga vaqt sizlarni chiqib bir joz iymon qildim-ku. Sen danliq riyosatchi bo'lgan-kan. Ha, men danliq riyosatchi bo'lgandik. Men danliq qolgandik, men iymon qilsam ishtim bo'lmaydi, bir haqiqatim. Nima eslar valla? Danliq. Men iymon qilay. Men to'qpachqi. To'qpachqi. Men Amurk Bokey. Hamburg bo'lsa. Men kalgushay. Bir narsa ichsizlar, ha? Kon. Kola aytlar, kola. Degan bir iymon qilaylik deyishmasizlar. Nediriklar, ha? Ichsin. Mani yana sen baqlayar ekansan shumi? Shuhrat birazligiga qara. Bir umr boqqiz olaymiz uni shunda. Ha, qo'saq to'ydimi? To'ydi. Rahmat Shuhrat. Yana azroq aytlaymi? Bo'ldi. Ham bezga meni qo'y. Avar qilib o'tqazdim ekan. Haqlichilik ishlar deganga bir haqiqatda men qilgan ishim bo'lmaydi. Soat qancha oldi? Birim bo'ldi. Voy, bizni shirkatda ikkita yig'in bor degan men mang'ash turaymi sizlar? Miyadim komandirdan qaytib kelgan yig'inachan ekan. Jiddiy yig'in bor deyapti. Ishjiq. Oldirash. Mang'alay bo'pti hamsa. Yo'q aytamda. Ashna qildi. Juron. Ma'qul. Rahmat Shuhrat. Ay. Bu qitimga shaklashlikdan bo'lgan hamkorligimiz intayin muhim. Bu ishni cho'qim birisi boshlab chiqish kerak. Mas'uliyati ig'ir. Unda bo'lgandan keyin buni mas'uliyat qilgan ne gap? Toki 5 yildan tortib, toki kichik bo'lgan orliqdan hammasiga cho'qim mas'ul bo'lish kerak. Men uning kelgandan men balkim o to'g'riliq men mukofot berishim mumkin. Unda bo'lgandan keyin shunga agar yaxshi ishlasanglar ayrim mukofotlar. Qilolmasanglar, uning yo'li boshqa. Shunga men bu shirkatda aqlanchi, bikachi, yana bilimi kerak emas. Cho'qim bu ishni hal qilish kerak. Unda olgandan keyin bu ishni men biringlarga topshirman. Bilasizlar yoki bo'lmasa bu ishni qo'l ko'tarib hal qilsanglar bo'ladi. Qanday? Qaysilar aktiv o'zgarish xohlaysizlar? Biraz yoklamamıştık ha? Ha? Goy? İyisin değil. İyisin. Neresi? Çalışırdım sen kılalatım. Ya bol tüydü. Yak bana da. Mavi aşağılar şirketin ha. Materyalları ya. Allah'a kışırız. Hemimiz bu işten işçiler. Sen kesti onda alsa. Valla çabuk. Bol sen geçe. Bol tüydü. Ama Allah demasanlar buldu ha. Bol tüydü. Qanda son qanday unda olsa. Nadim kirdim açıp. Şu işler öyle. Yaxshimisiz? Men niliqqa vaqtim shaxlar shirkatinglar bilan hamkorlik o'rnatgan shirkatni ketdim.
Şu hazır bana materiallarni bergan, shu men mush ishga mas'ul bo'lgandim. Hozir qishingizga borsam vaqtingiz yetami? Bo'ldi. Ma'qul, hozir boraymiz-a? Ma'qul. Bizga uy qaytamiz. Sang nima? Bizning uyda yuramsan sen? Nima qara? Mana shuhratlarni Xbox o'ynayman. Shunami? Elaqa mashina o'ynaylik. Futbol o'ynaymiz ey. Barselona mana degina? Ha, ma'qul. Rasm siqim qo'ymay odamni. Aka. Sadqa aka yaxshimi? Kasa yog'irsa yaxshimi? Ya nimda maash kisi kelganda aka, men kelgan vaqt kasa yog'irsa? Chunki siz kasa yog'irsa do'stsiz aka. Ma singlim bir gap qila. Ya qat'iy aksingga o'xshamaydi ya bular. Bir qo'saqdan tushganda ekanmasa? Ha. Demsin bizga ham bir qo'saqdan. Bo'ldi. Sen nima ish qilsan bu yerda? Uyga qaytdim. Ha? Qaysi uyga? Sizlarning o'dlinglarga ko'chib keldim. To'maris. Sen bu qata uydan o'ynag'il chiqib, bak o'ynatib qolgan ketib qoldingmi qanday? Voy aka, o'tganda mayliq bog'chaga borgansan dedim-ku, uy izlayotman deb. Hozir sizlarning o'dlinglarga ko'chib keldim. Kun sizlarni ko'rib tura olayman. Eng muhimi, kasa yog'ursini texim bozor qila olayman. Ey, men sizga necha qitim dedim, men degan bog'i donliq riyosatchiman, kasa yog'ursa emas. Sizchi kasa yog'ursi, kasa yog'ursi, kasa yog'ursi, kasa yog'ursi. Ben... Ne oldu? Bo'ldi? Nima bo'ldi? İşte mi? To'maris ikimiz birga berib kelaylik. Biraz gapni so'rab qolsa, ko'ndimdan ola. Eng muhimi, otirib adam. Gap sizlarni so'rab qolsa, ularni qancha uzoq qarama. Ularni qancha uzoq tutsanlar, shuncha tutib turinglarmishadi. Tushunishmi? Kim bu ketdi? Tanxunmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ma qizim kelganmi? Adingizmi? Qarasam, sansizdek turamda. Sizlar buni so'rim salom bo'ldi. Ko'rganmi? Biz qarab baqla. Udan qarab baqla. Yaxshimisiz ba? Yaxshi. O'tiring. Siz bu yerda ish qilyapsiz? Ha, bir shirkatning bir xizmat ishi bor, shu birini saqlab turyaptim. Ha, davomli qilishda ko'chlar turishib qolmasa eshitmi? Shu buningdan bir hikmat bor o'xshaydi. Lekin men shu xizmatlash bilan kelgandim, bir bilan ko'rishman deb tikab bo'ldim deb telefon qilgan. Hech bir yo'q-ku qarsam, ha? Menga Shahlo shirkatida ishlayman deb ha? Ha, nima telefon qilasizmi? Men telefon qilgan. Voy, so'z. Ajab. Nima to'g'ri gap qilganini deyman. Shundaymi? Unda qilsa oldin xizmatlashni deysizdi, anandan keyin boshqasini deysam-da, ma'qul. Men bu materialni qo'ysam, men sizlarga avatgan hujjatda bek chiq narsalar turlarimiz komkan. Oldidan sizga bir to'liqroq tushuntiraylik. Oğlum, yürekning, mingning quvvati nada? Mana Mauyada. Kanada Jameson yürüşlük mahsulotlari yürek menga sog'lomligi uchundir. Jameson yürek mingi yaşartış mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yürek harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Hey, sizlar qiraat qilib, yarim soat oldi ko'rganmi? Yarim soatdan ketdimi? Shu udanda qarab baqla. Men ko'rib ekanman. Men ko'rgan. Ma kiyimni mali qimmat kiyim sotadigan do'konda ko'rganman. Ha, men ko'rgan. Shimona chiz ko'rma, ayolim apamoqchiman kiyimni. Shu. Ma qizni otma. Ko'rdinglarmi, ko'mdinglarmi? Ha, qizvonimi? Qizvoni. Ko'rmabdi ekanman.
Karşı taraflar qarapaksız qana ekan. Ko'rab ekanmiz. Ağladın so'rab yo'q kelamiz ağladın. Ay, ağladın so'rab. İsim geldi. Voy. Ben ko'rab ekanman ras. Yo'q, emasga. Xatotim. Mushunda muhim ishlarni mana bizda cho'ng arboblar bartaraf qilmasa, haq qilmaydi shuni. Nima bor? Ha? Ovozing mana benormal. Ha? Ha? Buni normalga? Bunda ishlarni Ben her bir gün, bu sokak yerkire, ben yapsam lan, beni avazım, bana işler, özgür gidiyor. Ha, özgür gidiyor. Qo'shma bo'ldi. Asad bu mushay chiqsa bir yana üst buraydi qo'y. Nima ish qil? Mana bilmadim. Menda bu kirib tushdi. Men gapsam ovozim o'zgarib ketdi. Kim qildi bu ishni? Ey, sen qilsan? Yo'q gapni. Buni kim ma'qul? Mayada sen gap qil, ha? Sen lan gap qil. Sening normal sen üstmaysan, sening ovozing buzilmaydi, sen gap qil. Men gap qilmayman. Kirmen ishkinchi berga. Ey. Ya to'xtama, to'qqiz qism bo'ldi. Chiqmadi. Asad ustida ma benormal. Yana. Men bir xil tezlik kelmadi. Qarаңыз, bu shirkatimizning bu qadamliq vazifasiga tuyuqsizdan meni mas'ul qilib qo'ydi, ha. O'zingiz bilsiz, men to'g'ri gapni yaxshi qila olmayman. Voy, nada to'xtay, shunday yaxshi tushuntirib berdingiz-ku. Rost gapni qilsam ba'g'u qarang to'xtay. Sening shirkatimizning shaxsiy shirkat bek loyiq topmagan tuqdan, ha. Chunki men loyiqlarga qarasak bekli oddiy-ka, biroq sizning tushuntirgan narsangiz qilsam shunday yaxshi-ka. Ishqi men bek yaxshi ko'rdim, idoraga berib. Nima bo'ldi? Qarang ana. O'g'il do'stingizmi? Voy, tuna, shu o'g'il do'stim bordi. Uzundan bu yon keynim kirgan bir baladan, ha. Unda bo'lsa, gapni baldiroq ochiq qilaversangiz bo'lgan-ku. Nima deyapsiz? Hamma gapni deb boqdim, chiroyli gap qilib boqdim, yomon gap qilib boqdim, hamma tushunib boqdim. Mushaq turvag'an. Kiyotdi. Ay, to'xtay, menga yordam qilingchi-mi? Men qanday yordam qilmay? Yordam qiling. Yaxshimi o'zi ba? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Shirkat bo'lsam shirkat kilasizmi mishada deb udullam ish qilishim. Ha, yaxshi. Tomoq o'rlashtirib qo'ygandim, bilib kelamiz. Asl matih o'g'il do'stim bilan tomoq yeb, endi kinoga kelib bormoqchi. O'g'il do'stim? O'g'il do'stim? Biz hozir kinoga bormoqchi-ku. Kinoga? Ha? Siz bilet olib qo'ydim dedingiz-ku. Ishkimiz kinoga kelib bormoqchi. Ha, kinoga kelib bormoqchi to'g'risi. Kechikib qolmaydi, tezroq. Mangayli. Ziba. Ay, to'xtay, qarab beqan opimizda bormi yo ketdi? Ketibdi. Uf, ketibmi? Abek sat bo'ldi, jumon bugun sizni bir muncha xijil qilib. Yo'q. Men shu gapni qamlashtirib olmay. Yo'q, ay. Lekin qarang, men qarasam, xil yaxshi balada qildi-ku. U shu biroq ko'nglim totmagan odamlar aralashib kelmayotgan. Endi bunda qechib yursangizmi, bu amal emas-da bu. Lekin bir qitim qolsam, bir qitim bosh og'riqim tugaydi. Shu. Bugun do'stimga yordam qildim degan bo'ling, ha? Biz do'st-ku? Biz yaqin do'st. Bo'ldi, amsi vaqtim bir yay bor deyman, uyga qaytay. Xizmatdan ishlar bo'lsa, qachon telefon qilsangiz bo'ldi-chimi? Ma'qul. Ma'qul amsa. Xo'sh. Ketkizatdiq. Sen de bu o'tirib sanlan qana? Men seni saqlab, sonimni uyga chiqaratdim. Ya bu sanan nima ish qildi? Bu yama askichiraya baqlar. Bu yuqur biz o'simlik qazabdi bu, pirasan tishi tiyib qo'yirami? Yo'q, yaqimona adashmanglar bu ishqa bo'ldi. Boshqa ish yo'q. Ey, agar ras bir ish aralashib qolgan bo'lsa, qara, cho'qim qonun yo'li orqali bir taraf qilinglar. Mush eng to'g'ri chiqish yo'li. Yo'q, gap. Nima gapni qilgansan? Unda ish yo'q dedim-ku, bo'ldi. Menga kirib taylan. Aralashmanglar sizlar.
To'xta. Voy, keldingmi? Nima uyga kirmay bu yerda barangishib ketdinglar? Shu Asad abaytning ayadi. Bo'ldi. Hech yo'q adash. Bizmi shu amdi kirkta deb turgan. Sen yig'inib tugdimi? Ha, yig'inim tugdi. Ha, bunday yo'l qaranglar. Yig'inda o'tirsak, direktor toz qaynab so'zlayapti. Meni bir nasvostimi, bir chivin kirib olibdi qaranglar. U yoqqa qufchidi, bu yoqqa qufchidi. Shuni olaylik. Chivinni qoraymi deb. Siz qaytib keldingizmi? Şinjan Şahla Xalqaro Savdo şirketining teri asrash yuyish mahsulotlari 200 xildan oshadi. Şirketning uzluksiz taraqqiyotiga ergishib, avtonom rayonimizdan 50 nafar hamkorlashishga chaqirdi. Baholashda o'tganlar shirkatningki To'xtama-to'xti film guruhisini qo'llashdagi hamkorlashuvchisi bo'ldi. Shahla shirkati hamkorlashuvchilarni alohida e'tibor va hamkorlik siyosati bilan ta'minlab, bu 50 nafar hamkorlashuvchiningki tuvan tanarx bilan iyilik tikilishga yordam qildi. Hamkorlashuvchi elektriklardan keyin shirkatning masofatsiz huquqiga erishiladi. Shundaqla har taraf o'rtaq manfaatlanadi. Fursat g'animat sonchaklik. Agar siz To'xtama-to'xti filmini yaxshi ko'rsangiz, shundaqla bu fursatdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi aloqalash nomeri bilan aloqalashing. 0991 58 88 242. Diqqat. Hozir biz Qutyar talashish musobaqasi o'tkazmoqchi. Albatta bu musobaqamizningki ilib berilish shakli bo'lsa, ya'ni til ko'ndirish mashqi. Kim mushu til ko'ndirish mashqini tez suratda ravon deyiladi, mushuni sinaymiz. Hamda bizniki bu musobaqaniki riyosatchi men, chunki men donliq riyosatchi. Men reper bo'lsam shu adil bo'ldi, Hamsa bizniki mushu mayirlarni bir taklif qilib oldi. Bizniki birinchi mayir To'xti. Qarshilamiz. Bizniki yana bir mayir bo'lsa, rejissor qarshilamiz. Mana musobaqada do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi, qarorda tamash bo'ldi. Endi musobaqaningki qoidasini men sizlarga tushuntirib qo'yay. Men bir til ko'ndirish mashqini deyman. Sizlar shuni ravon tez suratda 3 qitim deysizlar. Kim deyalsa, shu yengam bo'ldi, tutgan bo'ldi. Deyanmagini bo'lsa, mana Xutyarning soda suyini bir qitimda to'xtatmay ichib o'tdi. Yana qolma? Tushunish qoldimi? Boshlaylik. Hamsa boshlayotdik musobaqani. Sizlarning hozir deydiganlar malay, ayol, malay. Mushuni tez suratda 3 qitim deysizlar. Hamsa birinchi numaraga qo'yadi. Boshlaylik. Nima boshlandi? Malay, ayol, malay. Malay, ayol, malay. Malay, ayol, malay. Bo'ldi. Endi rejissor keldi. Malay, alay. Malay, alaymayy. Malay, alaymayy. Malay, ayolmayay. Malay, ayolmayay. Malay, ayolmayay. Malay, ayolmayay. Bir Malay, ayolmayay. Nayt, ini qo'lga hozir kimningki til ravon, kimning tilasiga, ini qo'lga. Malay, ayolmayy. Qani, yardım. Bir qitim ishlaysiz. Bir qitim ishlaydi-da. Arliq to'xtash qolmaydi. Ayolmayy. Malay. Aslında çiziye ben kötülükten çelikasak olur mu? Eyvah. Kaçır. Mana hamsa musobaqamiz nayt g'albilik tamomlandi. To'xti. Hey. Yana bir bulut chiqib kasrab qo'ydimda. Shu Qutyarning shu yana bir qutisini chiqaverdi emasmi? Ha, bo'pti undasi. Yana bir qitim keldi. Bizniki yana bir qutini. Hamsa biz ikkinchi qitim yana bir keldi. Bu yana bir quti chiqib qoldi birinchi qitimlikda. Hamsa ikkinchi qitim deydiganlar kalı go'shiga cho'q chaplashmasmish. Tushunalmi? Kalı go'shiga cho'q chaplashmasmish. Shuni tez surat deymiz. Boshlaylik. Kalı go'shiga cho'q chaplashmasmish. Kalı go'shiga cho'q chaplashmasmish. Kalı go'shiga cho'q chaplashmasmish. Garchi menda ravon deyamagan bo'lsa-mu, hali bilan natijasini e'lon qilmay turib biz rejissorning degan bir aniq qilib ikkisining kim eng nachar deydi. Kalı go'shiga cho'q chaplashmash. Kalı go'shiga cho'q chaplashmasmish. Tezroq. Cho'q chaplashmasmish. Kalı go'shiga cho'q chaplashmasmish. Kalı go'shiga cho'q chaplash. Kalı go'shiga cho'q chaplashmasmish. Kalı go'shiga cho'q chaplashmasmish. Hadi. Kalı go'shiga cho'q. Tamam. Tugdi. Yig'ildi.
Kalıgışıgı çok Hadi yıldı. Nayet ini qoldi ya. Yanılan bizniki to'xtiniki tilar avankem. Futurib qo'ydi. Endi ikkinchi qutisini. Amsa bir qitim bilaman. Amsa biz musobaqamizni ham shada oyoqlashtirdi. To'xtay davomli tirsin to'xtinan tili nayet ravankem. Ey, kim bo'ldi yana? Yana bir bildik ekan. Buni misraqmaydi. Shu qutlarni aslida yana bir quti, yana bir chiqaydi. Men o'ynaymiz man. Bo'pti, men eng oxirgi qitim bo'lsin. Men bak ushlab ketdim men. 3-qitim. Bir qitim, ha? Bir qitim. Ana. Xutan. Amsa bir qitim sal osaraq dapa qilaqani uftalamdi, ha? Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Nayt asan ham o. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Başla. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Ha. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq bilan Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal ahmoqma Beijingdan kelgan ahmoq Beijingdan kelgan ahmoq to'xta. Men oldingi 2 qitimda masal xatolashib qoldim. Asli bu qutlardek bunday iso soda suyini shu uftuaga odamga berish kerak-da. Men uftaganga beribdim. Bu uftamay ekan, bo'lmay ekan. Sen Beijingdan kelgan ahmoqma paypoq. Amsa men gapimni davomlashtiravering. Agar sizmi ekran oldidagi ko'rmaysizmi bizniki shu musobaqamizga qatnashib boqmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizga sizmi bir qutoq fikrni ilib, o'zingizga video tortib, Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Qo'lingizga bir qutoq fikrning soda suyini olgandan keyin sizmi biz demagan va yoki biz deb o'tgan shunday til ko'ndirish mashqlarini ravon holatda 3 qitim tez suratda deb bizniki mush obrazlarning ichidan mayli to'xti bo'lsin, Asad bo'lsin, Sodiq bo'lsin, Shuhrat bo'lsin, o'zingiz xohlagan bir odamniki ismini atab turib, o'zingiz video tortib avassangiz bizning salonga, andan bizmo filmning oxirida sizniki shu jaminan qilishingizni qarta, bizmo siz degan shu til ko'ndirish mashqini video tortib sizga yo'llaymiz. Mana. Ya qanday rangli paypoqda? Azizlarni ulanlab keçib geldim. Kimizler körüp turalayman. Özge pisa bağı kan tutdu. Pisani bu şirketimizden şirklaşıp pek ulanıyorum. Sizler kumaya falan. Bir çivin kirib deb chiqsa olgan. Biz bu yoq kuchida shu. Çivinni muskul. Bileceğim çıkmadı pek Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM aptitali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, muzika saloni, Eron saloni, Bog'chavan saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Mayshamol saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchi saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirza saloni va Nur to'rimi rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqatib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat qilamiz.